Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, hoji-akalar, hoji-onalar, aka-uka, opa-singil, do'stu birodarlar. Sog'misizlar, omonmisizlar? Andijon viloyati Bo'z tumanidagi fayzli xonadonimiz asosiy devorlariga gipki kamelarimizni yopishtirdik. So'killariga kafel granitlarni uстановка qilib berdik do'stlar. O'tgan videolarda ushbu obyektimiz to'g'risida ma'lumot berib o'tgandik. 110 kvadrat chiqdi deb. Do'stlar, umumiy xarajatlarini qanchaga kelib tushdi, so'killari, asosiy devorlariga qancha gitki kamin ketdi, nimalar qilindi, hammasini qo'ldan kelgancha sizlar bilan bo'lishib ma'lumotni berib o'taman do'stlar. So'kil qismidan boshlaymiz do'stlar. Harakat qilaman to'g'riroq ma'lumotni berib o'tishga do'stlar. 37 kvadrat chiqqan so'kilimiz. Ba'zi bir joylari qilinmadi, uy egalari keyin qilamiz deyishdi o'zlari. Tak, so'kil qismiga kafel granit olib kelindi. 2.590 minglik kafel granit olib kelindi. Kafelni kile ishlatilindi. 4 qop ishlatdik. 35 mingdan 140 ming so'm bo'ldi. HFX ishlatilindi. 660 ming so'm bo'ldi. Keyin sement 35 qop ketdi. 28 mingdan 140 ming so'm. Mitpisoy ikkita laboda ketdi. 240 ming so'm dastavkasi bilan. Ugaloy 40 metr ketdi. 4 ming so'mdan. Общий uy egalariga so'kildi o'zi 3.930 ming so'mga kelib tushyapti. Do'stlar, usta haqi ustanovkasi 3.700 ming bo'ldi. 37 kvadrat. Общий kafelu o'sha xarajatlari bilan aytib o'tgan usta haqi ichida 7.630 ming so'mga kelib tushyapti so'kildi o'zi. Asosiy devorga gipki kaminlarimiz 95 ming so'mdan dogovor qilgandik. 110 kvadrat chiqqandi asosiy devor. 10.450 ming so'mlik usta haqi ichida gipki kaminlarimizni ustanovka qilib berdik do'stlar. Uy egalaridan yana qo'shimcha xarajat qilindi. 1,5 pachka skoch olib berishdi, 75 ming bo'ldi. Hayot emutsi olib kelindi, 350 ming so'm bo'ldi devorga. Devor tekislash uchun kafelni kile ishlatilindi. 35 qop olib keldik. 350 ming so'm bo'ldi. Rodman ishlatildi. 47 mingdan olindi. 12 qop oldik. 564 ming. So'kil asosiy devor ushbu obyektimizni bitishi 18 million 855 mingga kelib tushyapti uy egalariga. Xudo xolasa video so'ngida ushbu obyektimizni to'liq bitganligi to'g'risida video joylaganmiz do'stlar. O'zlaring ko'rib, ustakalarimizni mehnatlariga o'zlaring baho berib o'tasizlar do'stlar. Like bosib, fikrlaring bo'lsa kommentariyada yozib qoldiringlar do'stlar. Yanada gipki kamin to'g'risida ma'lumot olish uchun do'stlar, ekrandagi chiqib turgan raqamlarga murojaat qilishlaring mumkin. Biz hozirda O'zbekiston bo'ylab 90 ming so'mdan 100 ming, 110 minggacha usta haqi ichida devor holatiga qarab gipki kaminlarimizni asosiy devor so'killariga ustanovka qilib kelyapmiz. Do'stlar, bizdan uzoqlashmanglar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Xudo xolasa bir-biridan chiroyli obyektlarimiz bor. Birin-ketinlik bilan video syomka qilib qo'ldan kelgancha ma'lumotni berib o'taman do'stlar. Ishlab chiqarish manzilimizni aytib o'tmayapman do'stlar. Bizni ishlab chiqarish manzilimiz gipki kaminda Farg'ona viloyati Oltiariq tumanida joylashgan do'stlar. Sog' bo'linglar do'stlar. Keyingi videolarda ko'rishguncha.